Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana biz O'shi shahridamiz hali ham. Hozir O'shi shahrining bambuk panellarini ishlab chiqaradigan zavodga yetib keldik. Bu zavodga yetib kelishdan maqsad Xitoyda bambuk mahsulotlari qanaqa ishlab chiqarilmoqda, nima usullarda foydalanyapti, nima xomashyo so'ranyapti va keyin bu yerda ko'p savollar tushdi bizga xaridorlardan. Zavoddan laminatsiya apparatimiz offline, online, garaj, xalotning hammasini shuni o'rganib, xudo xolasa shu Xitoydagi mana ko'rishlar mumkin mana shunaqa bambuklarni uskunalarini bizlarga yetkazib ishonchli ishlatib yurib beramiz. Hurmatli zavod tadbirkorlar, sizlar mana har bir panellarni yoki ishlab chiqargan bambuklarni shunaqa paketga qilib xaridorlarga eksportdan tavsiya beramiz. Xitoyda shu ko'rinishda ketmoqda. Hozir Xitoy bozorida bambuk yaxshi ketmoqda. Shuning uchun bizga keldik bu yerga o'rganish uchun. Online turibdi laminatsiya apparat, online xalotni ekan. Qoliplari bilan tayyor turibdi. Jarayon. Hurmatli do'stlar, biz bu yerda zavoddagi ishlatayotgan xomashyolar bilan tanishamiz. Eslatib o'tgandek, bu yerga kelishda birinchi maqsadimiz biza bambuk stanolarini yaxshilab o'rgandik, lekin shu Xitoy sistemasini yanada qattiqroq o'rganish uchun Xitoydagi nima sistema ishlayapti bular? O'rganishlar. Mana bu yerda o'zi offline ishlamoqda, alohida laminatsiya tushadi. Offline'ning yaxshi tomoni pulingiz zavoddagi tutgan pulingiz kamroq ekan bo'ladi va xohlagan kunni ko'rib berasiz. Turistlik plyonkalar har xil ko'rinishda. Laminatsiya apparatining offline. Xitoy offline'da ishlayapti. Mana bu yerda xalotning kureyda ishlashyapti. Bu zavodda laminatsiya apparat offline ishlamoqda. Offline, ya'ni o'sha alohida asnovasini chiqarib bo'lgandan keyin mana shunday ko'rinishda bambuklarni laminatsiya qilishmoqda. Laminatsiya apparat offline, o'zining planchasi ham bor, yaxshisi rulonlarni qo'yib oladigan. Bu yerdagi turganini qizdiradi. Endi bu yozda ishlatiladi, yozda. Bambuk paneli devorlar.